Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz aziz obunachilar. 39-kassa Glawniy priz $30,000 Andijon Sharxonga chiqqandi. Mana xonadoniga ketyapman. Hammalarga shunday kunlar nasib qilsin aziz obunachilar. Hammalar bilan katta prizlarda ko'rish nasib qilsin. Albatta hammalarni uylariga borib, mehmon bo'lib, katta prizlar topshirib kelish nasib qilsin aziz obunachilar. Hammalarga omad. Aka-uka rozgirish o'yini haqida ma'lumot bering. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz aziz obunachilari. Aka-uka rozgirish o'yini 5 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz. 5000 ga yaqin katta mashinalar topshirdik va 4000 ga yaqin katta pulli yutuqlar topshirdik. Aka-uka o'yinida ishtirok etish uchun nima qilish kerak? Aka-uka o'yiniga ishtirok etish uchun YouTube'ga kirasizlar, aka-uka rozgirish deb yozasizlar, biz videolarimiz chiqadi, kommentariyasiga o'tasizlar, original Telegram kanalimizni kirib etib qo'yamiz. Ustiga bosasiz, avtomatik biz Telegram kanaliga o'tib ketasizlar. Telegram kanalda nimalar bor? Telegram kanalda akalar qaysi turlarga start beryapmiz, nimalar qo'yyapmiz, qaysi shotlarga pul o'tkazish kerak, podrobniy hammasini qo'yib boramiz. Telegram kanalingizda yana ham soddaroq izlashning yo'li bormi? Akalar, Telegram kanalda yana ham soddaroq yo'li yozib olinglar. +7 934 000003 ga salom deb yozasizlar, sizlarga original Telegram kanalda tashlab berishadi. Agar men Telegramga kirib, aka-uka rozgirish deb yozsam, sizlarda original kanalinglar topa olamanmi? Akalar, yo'q. Bizdan hech qachon Telegramdan istamanglar, Telegram kanalimizni faqat YouTube'dan istaysizlar. O'yinda ishtirok etish uchun qaysi davlatdan turib ishtirok etsam bo'ladi? Akalar, faqat Rossiyada yurgan, musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz ishtirok etadi, Sberbanki borlar ishtirok etadi. Sizda Sberbanki yo'qmi? Siz o'zingizga bironta bir tanishingiz bilet olib bersa bo'ladi. Faqat bitta chekda bitta Telegramdan yuborsanglar bo'ldi akalar. Siz aytgan silka bo'yicha pulni yubordim. Chekni qayerga yuboraman? Akalar, biz aytgan silka bo'yicha pulni yuborgan bo'lsanglar, ikkita nomerimiz bor. Yozib olinglar. 2 milliy turga +7 934 000003 ga yuborasiz. Agar katta turlar bo'lsa, 7000, 7500, 5 milliy tur bo'lsa, yozib olinglar. +7 934 000003 ga yuborasizlar. Sizlarga bilet yozib berishadi. O'yinda ishtirok etdim, bilet oldim va menga pulli yutuq yoki podarishni bilet chiqdi. Nima qilaman? Akalar, sizlar mayda pul yutgan bo'lsanglar, Telegram kanaliga o'tinglar. Yutuqlar uchun degan nomer qoldirib qo'yganmiz. Telegram nomer. O'tasiz va yozasiz. 39-turda palonchi raqamga 6000 euro bo'lib yutdim deb turib, pastiga kartaga ulangan telefon nomeringiz, ism, familiya, kim deb chiqishini, podrobniy yozib qo'ysanglar, 3 kundan 4 kungacha sizga pulingizni o'tkazib beradi. Yo bo'lmasa bilet olmoqchi bo'lsanglar, sizlar bilet olgan raqamingizga yozib qo'yasizlar. Men 39-turda palonchi raqamga 6000 chiqdi, menga bilet beringlar desanglar, sizlarga bilet yozib beriladi akalar. Podarishni ham shunday akalar. Podrobniy yozib qo'yasizlar. Men 39-turda palonchi raqamga podarishni yutdim deb yozib qo'ysanglar, bilet olgan raqamingizga sizlarga podarishni raqaminglarni yozib berishadi. Katta yutuq yutgan bo'lsam nima qilaman? Katta yutuq yutgan bo'lsanglar, 10 kun ichida o'zim aloqaga chiqaman, qayerdan olishingizni aytaman, yo bo'lmasa xonadoningizga borib topshirib kelamiz akalar. Assalomu alaykum aka. Kelinglar, yaxshimisizlar? Aka, oilami? Tinchsizlar? Assalomu alaykum. Sizimiz sog'ligingiz yaxshimi? Qani onam? Mana aziz obunachilar, 39-kassa Glawniy priz $30,000 Sharxon, Andijon Sharxon, bu yer qayer? Do'lmanga keldik. Akamizning xonadoniga, hammalarga shunday kunlar nasib qilsin aziz obunachilar. Hammalar bilan katta prizlarda xonadonlarga shunday mehmon bo'lish nasib qilsin. Assalomu alaykum ona, tuzimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Akamni onasi bo'lasiz. Nima deb telefon qildi? Bitta boya deb telefon qildi. Xursandchilik bo'ldimi? Xudoga shukr, ha.
O'zi niyati bor edi, o'ynab turar edi. Doim aytib turar edi. Doim yaxshi kunlarga ishlatinglar. Iloyim Doim duo aytsangiz qilib turing. Siz Duolarimiz baxtingizga, ijobat unisini bo'lsin. baxtiga siz sog' bo'lib yuring. Rahmat. Doim sog' bo'lib yuring. Ha. Yana ko'p ko'rishaveraylik. Endi manzil bildim, kelaveraman. Xudo xohlasa kelaverasizlar. Mana aziz obunachilar, 39-kassa Glawniy priz $30,000 akamni, onalarni qo'llariga topshiryapman. Tabriklayman ona. Doim sog' bo'ling. Rahmat, yaxshi kunlaringiz ishlang. Rahmat. Hammaga nasib qilsin, hammani xonadonida shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin. Topganlarimizga baraka kelsin, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Xudo xohlasa o'zlaringiz ishlayapmiz. To'ylar qilamiz. Albatta, yaxshi kunlarga ishlating, hech qachon tugamasin. Rahmat sizlarga ham. Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum. Keling endi onam Yaxshimisizlar? Sizmisiz? Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Siz kim bo'lasiz? Men otasi bo'laman. Va aytgandi. Aytdi, rahmat ona, aytdi. Xursandmiz. Akam nima deb telefon qildi? Balki sizga telefon qildi, yo onamga qildimmi? Buyoqqa qildi, onasiga. Keyin- Yo'q edim, yo'q. Ha, nima dedi sizga? Shu yutdim dedi, o'ynadim dedi. Ishonch bo'ldi. Olmadim. O'ynab turardi, sizlar ko'rib turardim-da men. Uyda turardim. Siz ko'rib turardi. Akamni nomidan nima deymiz musofirlarga? Musofirlarga hamisha omad tilaymiz. Kelavering aka. Kelavering. Omad hammasiga, mana rost ekan. Ishonarli. Hammaga nasib. Omadini bersa, hammasi o'ynasin. Aytganingiz kelsin. Yo'q. Doim sog' bo'ling. Yana ko'p ko'rishaverdik. Ko'rishadim. Endi Yana nima ko'rishadigan bo'lsa, ko'ngil sezib o'tirish kuni. Shunga kelgan. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Sizlar sog'lik yaxshimi? Charchagan. Kelib oldinglarmi? Sizlar qalaysizlar? Qo'shnisi yoki kim bo'lasiz? Men qo'shni bo'laman. Doim birga yuradigan odam bo'laman. Ismingiz nima? Meniki Baxtiyor. Baxtiyor aka, aytgandir akam. Ha, aytdi. Mana ishonchli ekan. Birinchi yutib desa, keladimmi, kelmadimi bo'ladi bu. O'ynashaversin. Kelar ekan. To'g'rimi? Kelar ekan. Kelar ekan. O'zingiz Halol ekan. Albatta. Rahmat. O'zingiz aytyapsiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Bu kim bo'ladi? Jiyan. Kelmaysizmi aka? Kelinglar. Ham suhbatingizni oling. Mana bu shirayt beray shekilli. Assalomu alaykum. Ismingiz nima sizning? Abdurg'ani ismi. Abdug'an aka, bari akam telefon qilgan, eshitgandim. Telefon qilib yutib oldik dedi. Hali ko'rmasdan ishonmaymiz bor deb turuvdi. Videosini tashlashdi. Haqiqatan yutib olibdi. Endichi. Endi ishonyapti. Zo'r. Doim sog'. Endi mashinasini yulamizmi? Ha, shunga yutib endi to'yga kelamiz aka. Bo'ldi aka. Xizmatingizda bo'lamiz. Doim sog' bo'ling. Shunday inoq olib yuravering aka ukalar. O'zingiz aytyapsizlar. Assalomu alaykum. Ko'rishaylikchi. Mubinaxon, dadangizga nima deymiz? O yoqqa qarab ayting. Dadangga gapirib. Keling endi deng. Mana pulni oling. Keling deng. Qalaysiz? Siz ismingiz nima? Doim sog' bo'ling ona. Yana ko'rish nasib qilsin. Mana aziz obunachilar, 39-kassa Glawniy priz $30,000 o'z xonadoniga yetib keldi. Andijon, Sharxon, Do'lman qishlog'iga topshirdik. Hammalarga shunday kunlar nasib qilsin. Albatta, hammalar bilan chempion qilamiz hammalar. Rahmat sizlarga ham tanijoninglar sog' bo'lsa, hammani xonadonida shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin. Allohu akbar. Doim sog' bo'ling. Yana kelamiz, xudo xohlasa. O'tiringlar. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz aziz obunachilari. Birinchi super kassa Glawniy priz $30,000 Andijon, Qo'rg'ontepaga Dehqonchek qishlog'i. Dehqonchek qishlog'iga keldik. Akamiz o'zi o'tgandi, o'zini uyiga keldi, o'zini mahallasiga keldik. Mana o'ziga topshiramiz. Akalari, ukalari bor ekan. Hammalarga shunday kunlar nasib qilsin aziz obunachilar. Hammalar bilan shunaqa dasturxonlarda ko'rishlar nasib qilsin. Hammalarga avizatimni omad. Hammalar bilan albatta ko'rishamiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, bu yer qayer? Bu Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman Dehqonchek qishlog'i. Shu birinchi super turdan sizlarda o'yinlarni o'z anchadan beri kuzataman, 2 yildan beri.
Havas qilaman yutganlarga. Shular qatorida men ham o'ynadim. Birinchi super turdan bitta bilet olib 501 raqamimga mana 30 ming dollar. 30 ming dollar chiqdi. Obunachilarimizga. Obunachilar, hammalarga rahmat. Tashlagan pulinglarga rozi bo'lasizlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Allohning yo'lida oilalarni baxtiga, yaqinlaringlarni baxtiga sog' salomat ishlab yaxshi kelinglar. Hammalarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. O'zingiz ehtiyot qiling. Yana ko'rishaylik. Mana aziz obunachilar, birinchi super kassa Glawniy priz 30 ming dollar. Akami o'zini qo'llariga topshiryapman. Tabriklayman. Doim sog' bo'ling. Buni qiziqarli yonidagi. Sizlar to'ylarga Bismillahirrohmanirrohim. Rozi bo'ling aka. Boshingiz toshdan bo'lsin. Xursandchiliklarda buni bolalarga beramiz. Har hafta kelamiz. Juda xursand bo'ldim. Doim shunday inoq bo'lib yuraveringlar. Ko'p shu mahallalarga kelib, hammalarga shunday katta prizlarni ko'rishlar nasib qilsin. Doim sog' bo'linglar aka. Juda xursand bo'ldim. Shunday inoq bo'lib doim yuraveringlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz ota? Men shu YouTube'da yutgan ukamizni katta akasi bo'laman men. Ukam o'sha paytda o'ynagan paytda biz umra safarda edik. O'sha yerda turib duolar qildik. Ukalarni haqqiga mana xayrli qilib sizlarni nimalarga Alloh diliga solib nima qilgan ekan mana super anaqada YouTube'da yutib oldi. Mana 30 ming dollarni ukam o'zi nihoyatda qo'li ochiq saxiy bo'la. Mana Alloh o'sha qilgan haligi berguvchi qo'llardan qilsin degan gap rost mana. Berguvchi qo'llardan qilib mana Alloh birda bersa Alloh bunga mingta qilib berib qaytarib qo'yadi. O'sha yerlarda haligi duolar ijobat bo'ladigan joylarda duolar qiluvdik. Yana bunda katta akasi Toshkentda 2 xonali uy oldi. Undan keyin mana ukam 30 ming dollar yutib turibdi. Bu o'yin o'zi bizni qishloqdan bardavom bo'lyapti. Bu 3-4tasi bu 5-simi 6-simi shunaqa. Bu haqiqiy anaqa o'yin ekan. Hammaga omad tilaymiz. Sarflayotgan pullarni Alloh o'rnidan to'ldirib qo'ysin. Xayrli qilsin. Ukam ham yutgan pulini xayrli ishlarga, manfaatli o'zlarining oilalariga manfaatli, xayrli, savobli ishlarga sarflasin. Yaxshilik kunlarga sarflasin. O'zingiz ehtiyot qiling. Doim shunday inoq bo'lib yuraverlar aka. Akam jo'ralar yo'taylik. Endi qanaqa qilib qayda oshiymiz deng. Jo'ramiz Oqilbek mana 30 ming dollar yutibdi. Alloh barakasini bersin. Xudoyim umriga, rizqiga, oilasi bilan tinch bo'lsin. Mana shu ishni tashkil qilganlarga ham rahmat. Mana qishlog'imizda ham 4-sim 5-yutuq bo'ldi. Haqiqatda ishonchli, yaxshi nima ekan. Mana 30 ming dollarni olib xursand o'tiribmiz. Xudo xolasa do'stimiz yutgani biz yutganimiz. Ehsoni ko'p edi. Ehsoni ko'p o'zi. Bundan buyog'i ham mana shunaqa yaxshi kunlarda dasturxonlarda o'tirish nasib ro'za aylasin. Hammalarga omadinglarni bersin. Kelinglar. Xudo xolasa kutib o'tiramiz. Akangi beringiz. Bo'ldi, gapiramiz. Bo'ldi. Siz choy quyapsiz, suhbatingiz olsangiz bo'ladimi aka? Endi endi keyin ichamiz choyni. Qo'shni qishlardan kelgan. Ash qo'shni qishloqdagilar yaxshi. Assalomu alaykum aka, bizmisiz? Kim bo'lasiz siz? Men shu Oqilbek oshnamiz bo'ladi. Kichkinaligidan mana maktabda birga o'qiganmiz. Mana shular jurnalimiz hammasi. Birga katta bo'lganmiz. Mana bu bola Rossiyalarda ishlab, bola chaqalari bilan o'g'illarni uylarni, qizlarni chiqardi. Umralarga borib keldi mana bolalari bilan. Kelinlar, qizlariga davro borib umraga borib, umra safarlarini ado qildi. Mana qo'li ochiq inson ekan. Xudoyim uni xush ko'ribdi. Mana beribdi. Malades. Hammaga bersin, dunyo hammaga bersin. Qishlog'imizga endi har hafta bo'lmasa ham 2 oyda kelib tursanglar ham bo'laveradi.
aka doim sog' bo'ling. Degan insonlarga rahmat hammasiga. Rahmat bo'lsin. Endi yaxshi inson ekansizlar. Xudoyim sizlarga beribdi. Sizlar sabab bo'lib, kimgadir sababchi bo'lib beryapsizlar ekan mana. Doim hammaga bersin. Ota-onalar kim pul tikkan bo'lsa, nech pul ehson qilgan bo'lsa, hammasini doim ehsoni bilan bergan bo'lsin. U odamlarga ham bersin doim. Hammasi tinch bo'lsin, oila a'zosi bilan, bola chaqasi bilan hammasi tinch bo'lsin. Sizlarni ham ota-onalar, bola chaqanglar bilan hammalar tinch bo'linglar. Kelganinglarga zo'r. Rahmat. Ehtiyot qiling, doim shunday inoq olib yuringlar do'stlar. Ko'p ko'rishaveraylik. Aytganingiz kelsin. Kim bor yana suhbat beradi? Bloger bor. Men o'zim tashlab beraman siz. Bo'ldi. Siz Qo'lish ushaydi, assalom. 100 ming dollar superkasida yutamiz, xudo xolasa. yana kelamiz. Sheflar bizni qishlog'imizga, mana shu akalarimizni do'sti bo'ladi, akamiz bo'ladi. Musofirchilikka chiqib, Moskvada yurib. Siz ismingiz nima o'zi? Mening ismim Saidullo. Qo'rg'ontepada birinchi Shamol TV deb YouTube kanal ochgan inson bo'laman. Endi ayrim sabablarga ko'ra orada uzilish bo'lib qoldi. Shu akalarimizga havas qilib yurardik, musofirchilikka birga borganmiz. Salom alaykum qilib, dehqonchilikdan kim bo'lsa, qo'y to'planishib Moskvada choyxonalarda yuramiz. Xudoga shukr, mana yaxshi niyat qilib biz ham o'ynaymiz, akamiz ham o'ynaydi. Doim sizlarni kuzatib boramiz. Mana 40 nechinchiga keldik? 43 ga. 43 ga keldik. 44 ga keldik. 43 o'ynaldi. Kuzatib boryapmiz, yozyapmiz. Primo efirlarda. Dehqonchilikka salom deyapti. Hali qiz o'tirar ekan, SMS'larda o'qib. Xursand bo'lyapmiz endi. Mana akamizga nasib qilgan ekan, hammaga nasib qilsin. Albatta. Iloyim har oyda bo'lmasa ham 2 oyda bir kelib, iloji boricha bir chekana tosh desanglar. Xursandmiz. Doim sog' bo'ling. Shunday xursandchilikda doim aka-ukalar bilan birga bo'laman. Albatta siz bilan ham ko'rishamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa Mana aziz obunachilar, birinchi super kassa 30 ming dollar. Andijon, Qo'rg'ontepa tumaniga keldik, o'z egalariga topshirdik. Hammalarga shunday kunlar nasib qilsin aziz obunachilar. Hammalar bilan katta prizlarda ko'rishaylik. Sizlar bilan biz aka jamoasi Telegram kanaliga o'tinglar, obuna bo'linglar, albatta omadinglar sinab ko'ringlar, albatta hammalar chempion qilamiz. Hammalarga omad. Rahmat. 39-kassa Glawniy priz 10 ming dollar. Akamiz va nihoyat o'zi keldi. 3-marta yutishiga mana qo'llariga topshiryapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz sog'ingiz yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Andijon viloyati Paxtabod tumani. Paxtaboddan keldingiz. Ismingiz nima aka? Ismim Rahimjon. Rahim aka. O'zim borib olaman deb niyat qildingiz. Niyat qildim. Nechinchisi? 3-chi. Nima yutgansiz? Har yili xudo 24-yil Cobalt, 25 Damas, 26-yil pul. Obunachilarimizga nima deymiz? Obunachilarga tikkan pulga rozi bo'lsin, hammasi biz ham rozi bo'lib kelyapmiz. Hammani omadini bersin. Moskvada bolalarga salom yo'llayman. Zivinogorda ishlayotganlarga alangalik salom. Gazini bosinglar. Aytganingiz kelsin. Mana aziz obunachilar, 39-kassa Glawniy priz 10 ming dollar. Akami o'zini qo'llariga topshiryapman. 3-yutuqlar. Tabriklayman aka, doim yaxshi kunlarga ishlating. Yana ko'rishaylik, endi o'zim o'taman keyingisiga. Bola doim. Bo'laveradi. Yaxshi. Yana ko'rishaylik. Ishlarga omad, tinch bo'ling. 39-kassa Glawniy priz 10 ming dollar. Mana bir egalariga topshiryapmiz. Assalomu alaykum aka. Sizsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Samarqanddan. Samarqand qayerda? Samarqand viloyati Ishtixon tumani. Ishtixon. Kim ishtirok etgandi o'yinimizda aka? Akam. Balki telefon qilgandir. Ha. Xursandchilik bo'ldimi? Bo'ldi, xudo shukr. Rahmat sizlarga. Mana aziz obunachilar, 39-kassa Glawniy priz 10 ming dollar. Akami ukalarimni qo'llariga topshiryapman. Aka, tabriklayman. Yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat sizlarga ham kattagan rahmat. Ana shunaqa musofirda yurgan aka opa-singillarni shunaqa rag'batlantirib, shunaqa o'yinlar qilib, sizlarga ham shunaqa xudo yo'llaringizni bersin. Ana shunaqa xalqni xursand qilib yuraveringizlar. Rahmat sizlarga ham kattagan. Sizga ham rahmat. Yana ko'rishni nasib. Xudo xolasa. O'zingizlar. 39-kassa Glawniy priz 20 ming dollar. Akami o'zi keldi, o'zini qo'llariga topshiryapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysiz. O'zlarimsiz, hormang, sog'ligingiz yaxshi. Qayerdan keldingiz? Shahrasabzdan keldim. O'z ishtirok etgansiz. Shunday o'zim ishtirok etganman. O'zim borib olaman. Beri o'ynayman sizlarning o'yinlaringizni. Mana haqiqatan chiqdi, Xudoga shukr. Mana keldik shu ish. Doim ko'rishaveraylik. Doim o'zingizni ehtiyot qilib yuring. Charchamanglar. Halol aka o'yinlaring. Rahmat sizlarga kattakon. Mana aziz obunachilar, 39-kassa Glawniy priz 20 ming dollar. Akami o'zini qo'llariga topshiryapman. Tabriklayman. Yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat, sog' bo'ling. Sizlar ham charchamanglar. Xizmat qilib
hamma shu musofirlar yutsin, pullariga rozi bo'lishsin. Niyat qilib o'ynasa yutadi. Niyat qilib yutaman deb o'ynaversin, yutadi baribir. Bir kun emas bir kun. Albatta. Yana ko'rishaylik. Nasib Xudo xohlasa. Bu safar boringlar o'zi biz O'zim bor mehmon. Nasib Xudo xohlasa. Nasib Xudo xohlasa. Juda sog' bo'ling, sog' bo'ling, mayli. Charchamanglar, xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima deyapsiz? Assalomu alaykum. Hojat og'amiz xursandlar. Necha yildan beri o'ynaydilar bu o'yinda. Ana oxiri erishdilar, yutdilar. Yutamandirdilar, baribir yutdilar. Albatta. Bundan buyog'iga yana yutsinlar. Biz mana shunaqa kelaveraylik. Aytgansiz. Bizlarni olib Endi o'zim boraman. Xudo xolasa. Kutib olamiz. Xudo xolasa. Qachon kutib olamiz biz. Rahmat. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz? Jiyanlar bilan. Aytgandirim otam. Yuraylanib kelaman. Endi shashlik. So'ylar, so'yamiz. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshi yetib olasiz. Rahmat. Otam, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. O'zingiz ehtiyot qiling, yana ko'rishaylik. Charchamang yillik xizmatidan. Xudo xohlasa. Doim shu 50 duosini olib baquvvat bo'laveringlar. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat, sog' bo'linglar.